o'zim tajribamni aytaman, obunachilarim uchun hech qachon o'zidan katta odam, o'zidan tajribali odamga resursday qaramanglar. Oxirgi danlarni bilmayman, lekin neft bilan solishtiradigan darajada ko'p narsa hayotda omadga bog'liq. Bir xillarda nimadir o'xshab qoladi. Hozirgi bilimingiz bilan balkim 1-2 yil tezroqdir. Balkim tezroq emasdir. Hozir so'mda aytsam boshqa summalar edi, chunki kurs boshqacha edi. Dollarda 150 ming dollar pul ketgan. 1 sekundga tinim olmaydi. 1 sekund u minutiga millionlab dollar pichat qiladi. YouTube kanalimdagi obunachilarimga kattakon salom. Siz bilan Azizbek Bakayev va Jahongir Umarov. Jahongir akam 10 yildan beri Beans and Brews, ya'ni BNB ni asoschilari bo'ladilar va juda ham tajribali tadbirkor. Bugun Jahongir aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Juda ham jaydari gapiramiz. Mani hayotimda siz как biznesmen men uchun o'rnaksiz. Chunki men sizni 4 yildan beri taniyman. Siz bilan xalqaro boshqa davlatlarga ham borganman necha marotaba. O'shanda haqiqiy yuzingizni ko'rib, sizdan juda ham ko'p o'rnak olganman aka. Xush kelibsiz. Rahmat. Va obunachilarimga srazu aytaman, kim o'smoqchi bo'lsa, haqiqatdan o'smoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki shu yerni o'zida meni 7 yillik avtoservisda tajribam, Jahongir akamni 10 yillik Xorikada 20 yildan beri. Xorikada 20 yil. Qaranglar, 20 yillik tajribani sizlar hozir 1 soatda eshitib, 20 yillik ошибка, ya'ni xatolarni qilmasligingiz mumkin hozir 1 soat ichida. Ya'ni o'zi aslida men to'g'ri podkastlar nima uchun kerak? Чтобы sizlar podkastda mehmonlarni qilgan xatolarini qilmasligingiz uchun. Yillab vaqtingizni sarflaymiz hozir. Jahongir aka, xush kelibsiz. Rahmat. Biz siz bilan 2022-yil tanishganmiz. YBCda. Da, va Yard Business Clubda. Yard Business Clubning asoschilari, a'zolari. Jaz akam bilan shu u paytda Yard deyilmasdi, u paytda Young Business Club edi. Ikkalamiz a'zo bo'lganimizda uchrashganmiz. Qanaqadir baribir shu biznes klublarda sinergiya bo'ladi aka. Bir-biriga o'xshash odamlar yig'iladi-da, keyin til-tiliga tushib o'rta bo'lib ketishadi. Shunday. Chunki endi o'zim tajribamni aytaman, obunachilarim uchun hech qachon o'zidan katta odam, o'zidan tajribali odamga resursday qaramanglar. Chunki sizdan tashqari yana 99.9% odam ularga как resursga qaraydi. Xo'p, Jahongir aka, endi savollarim ham bor sizga, obunachilarimiz uchun. Qaysi? BNB qachon va qanday sharoitda paydo bo'lgan? BNB bundan 10 yildan ortiqroq vaqt bo'ldi. 2015-yil ochganman. 2015-yil. Endi u paytda Xorikada уже opitim bor edi. Unda bitta pub boshqarardik. Men og'aynim bilan pub arendaga olib pub ishlatardik. Keyin o'zi har doim kafeni ochaman degan niyatim bo'lardi. Keyin bir yil ishlatganimizdan keyin pubni keyin ochamiz deb sekin o'ylab ko'rib ochishga niyat qilib qo'ygan edim anchadan beri, keyin ochganmiz. Xullas, niyat xolis, faqat harakat qilish kerak. Shunaqa. Chunki meni ham esimda bor, 2015-yil 25 yoshda edim men. Men o'zim Buxorodan va o'sha yerda mehmonxonamni boshqargan edim. Va o'sha paytlar mehmonxonada inostranislar kofe so'rardi. Oddiy kofe, endi undan oldin trivanon bo'lardi, oddiy rastvarima bo'lardi. Yo'q. Keyinchalik shu zirnavoy, обжаренный kofelar chiqib keldi. Juda ham ajoyib narsa. Hozirgi kunda kofe dunyoda nechinchi o'rinda оборот bo'yicha? Pul aylanmasi bo'yicha. Endi oxirgi danlarni bilmayman, lekin neft bilan solishtiradigan darajada top 3 ta bor. Shunaqa. Neft, taqiqlangan moddalar va kofe menimcha. Shunaqa. Jahongir aka, hozirgi kunni darajasiga chiqish uchun qancha vaqtingiz ketdi? Qancha vaqtim ketdi? Hozir 42 yoshdaman.
40 kilo vaqtim ketgandir-da endi. Endi bu sohada boya aytganimdek 20 yildan oshuv opitim bor. 2004-yilda men Angliyaga ko'chib ketganman. Angliyaga. Da. Universitetda o'qiyman deb bu yerda narxoz tugatganman. Hozir Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti deyiladi, oldin narxoz deylardi. Простонародье deydi-yu. Tugatib, keyin MBA qilishga Angliyaga ketganman. Kirganman, lekin to'lash kerak edi, to'lash uchun ishlash kerak edi. Ishlash eng oson ish topish joyi bu restoranlar, shunga o'xshagan joylar. Shunaqa qilib adashib kirib qolganman. O'shandan biri restoranniy biznesdaman. 20 yildan ko'proq 20 yildan ko'proq 20 yil. Hozir kuzatuvchilarimiz yoshingizni yozib qo'yinglar kommentariyada. Jahongir akam bir ko'rsinlar. Gap bor-ku, люди столько не живут. Da, odamlar buncha yashamaydi degan gap bor. Jahongir aka, hozir bitta mana shunaqa savol beraman-da sizga. Masalan, hozirgi bilimiz bilan qaytib 2015-yilga qaytsak agar, necha yilda hozirgi darajaga chiqardingiz? Yo'q, buni bilmayman. Bunaqa narsalar juda ham ko'p narsa hayotda, men shunaqa deyman, juda ham ko'p narsa hayotda omadga bog'liq. Bir xillarda nimadir o'xshab qoladi. Hozirgi bilimingiz bilan balkim 1-2 yil tezroqdir. Balkim tezroq emasdir. Chunki bunaqa narsalarga men rassuzat qilish yomon ko'raman. Oldin bo'lganda nima bo'lardi? Shu biliming bilan 15 yil oldin kelib qolganda nima qilarding? Takoy бесполезный рассуждение. Hozirgi kunda yashaydigan odamlar aynan shunday fikrlaydi. Ya'ni agarda sen переживать qilib yursang, demak sen kelajakda yashayapsan. Agarda sen без настроения такой yomon bo'lib yursang, demak sen o'tmishda yashayapsan. Lekin aslida bugun, mana hozir yashash kerak. Chunki eng baxtli vaqt menimcha bu bugun, hozir, mana shu yerda. Men xursandman sizni ko'rganimdan. Mana очень xursandman. Siz Mana bir marta psixologim gap gapirganda, знаешь, как называются люди, которые, знаешь, что делают люди, которые думают о прошлом и о будущем deganda, что они делают? Сам они срут на свое настоящее deganda. O'xti, juda ham seriozно tema. Ну, haqiqatan. Jahongir aka, men 19-yil ko'chib kelganimda ertalab turardim, переживание bilan mana shu yerim yonardi. Kechqurun yotardim, переживание bilan переживать qilib, ya'ni kelajagimni bilmasligim uchun. O'shanga hurmatli yoshlar, umuman biron narsadan переживать qilmanglar. Hozirgi siz bilan bo'layotgan vaziyat bu Xudoning nazari va eng zo'r vaqt aynan hozir. Kecha emas, ertaga emas. Aynan hozir. Endi bu Jahongir akamdan o'rnak olib sizga aytayapman. Siz narxozni bitirgansiz, qaysi yo'nalishda? Xalqaro biznes fakulteti edi, yo'nalishimiz таможенное дело. Так что таможник bo'lib ketib qolish ehtimolim ham yo'q emas edi. Tugatganman, lekin meniki emas deb bilganman. Men finansist bo'lgim kelgan, har doim shu narsaga harakat o'ylaganman shu narsani. Shuning uchun chet elga ketaman yoki Angliyaga yoki Amerikaga ketaman, finansist bo'laman deb harakat qilganman. Ketganman ham, MBA qilganman finans bo'yicha. Endi 2005-yil hali hamma narsa boshqa xil edi va institut, ya'ni oliygoh juda ham katta влиянияsi bor edi, ya'ni juda ham katta diplomning juda ham katta kuchi bor edi o'sha paytlar. Ha, diplom olish kerak degan narsa prям bo'lardi. Endi в любом случае любой maktabda o'qiganingizda, maktab bo'ladimi, universitet bo'ladimi, bu ancha narsani o'rganasiz. Universitet bu o'zi juda ham yaxshi maktab. Siz o'rganasiz, odamlar bilan muloqot qilishni o'rganasiz. Ozgincha kimdir sizga o'rgatishi emasdi, o'zingiz anaqa qilib, research qilib, o'qib, hayot maktabi. Hayot. Endi ko'cha sana yoki hayot maktabi o'rgatadi yoki ko'cha sana o'rgatadi. Shunda juda ham kerakli narsa. Chunki ko'plar aytadi-da,
bitta narsani ko'playtadi-da, o'zingni yo'nalishing bo'yicha ishlamaysan, kerak emas bo'lgan ekan deb. Unaqa emas-da, baribir ham o'rganishni o'rganasiz. Mana masalan, 2009-yil 179 ball bilan Buxoro davlat universitetiga kirganman. Kontraktga 171.9 bilan kontraktga kirganman. Va diplom bo'yicha учитель английского языка, ya'ni ingliz tili o'qituvchisiman. Hozir 2013-yil maktabda tajribaga, ya'ni praktikaga borganimda o'sha payt tushunganman, men ishlamayman u yerda. Chunki mani o'zimning shaxsiy kredom bor, жизненный kredo, bu odamlarga berish, olishdan ko'ra berishni yaxshi ko'raman. Va u yerda bera olmasdim men o'sha paytlar. Va undan keyin mehmonxonada ishlab, tajribalarimni oshirib, keyin 2019-yil 19-aprel kuni Toshkentga ko'chib kelgan edim. Juda ham qorong'i edi menga Toshkent. Lekin shu yerda yashashni niyat qilgan edim. Ya'ni niyat xolos, aylanib baribir hamma gaplarimiz niyatga va ma'naviy tomondan, baribir biznesga men ma'naviy tomondan qarayman. Mana masalan, sizni men doimiy mijozingizman. Rahmat. O'zingizga aloqaga chiqmasam ham, chiqmayman hech qachon. Lekin yoqgan joylari kelaman, biyimliga kelaman, atmosferasi. Kel, tez ishingni bitir, bor ishingni qil. Juda ham to'g'ri menyu deb o'ylayman. Endi bizda ovqat kult yedi bor. Bizda shu to'yib qilmasak, bizga uchun hisob emas. Lekin aslida bu tajribadan ham o'tish kerak. Chunki ko'p yeyish ham zarar. Mana masalan shu o'yinni o'zida men 7 kiloga ozdim. Qoyilman. To'g'ri ovqatlandim. Men o'ylaymanki, siz mijozlaringizni dardini bilib, dardini yechimini beryapsiz. O'shanga biznesingiz kengaymoqda. Rahmat. Endi harakat qilamiz. Biz mana birinchi kafenyani o'zi ochganimda menda endi ko'plarda shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki odamlarga aytib bersam, menda ham shunaqa bo'lgan deydi, ko'p tadbirkorlar. Men o'zim uchun ochganman-da. Men qanaqa joyda vaqt ketkizgim kelardi, narxlar qanaqa bo'lishini xohlardim, obslužение qanaqa bo'lishini xohlardim, ovqatlar bo'ladimi, desertlar bo'ladimi. Ideya shunaqa bo'lganki, men va menga o'xshagan odamlarning soni mendan sal ko'proq bo'lsa kerak deb o'ylaganman. Endi rus tilida borib, подобное притягивает подобное. O'xshatmasa uchratmas o'zbek tilida. Shunaqa. Endi bilinglar, mana shu BNBdagi menyu hammasi Jahongir akamga yoqadi. Demak, fokuslari shunaqa. Yaxshi. Mani bolalarim ham yaxshi ko'radi o'tga borishni. Rahmat. Bolalarim 3 ta bolam bor. Ayolim bilan mana shu Maksim Gorkiydagiga juda ham ko'p borib kelamiz. Okey, sizni hozir salgina kapital va iqtisod bo'yicha gapiramiz. Ya'ni siz finansist bo'laman deganingizga meni yuragimga shuni jiz bo'ldi. Sabab men pul bilan yaxshiman. Lekin hisob kitobda sal professional emasman. O'shanga даже hozirgi biznesimda iqtisodchi odam boshqamanda. Birinchi tochkangizga qancha pul sarflagansiz? Esingizda bormi shu? Esimda. Men bu gap bu istoriyani ko'p gapirib beraman. Birinchi tochkamizga $150,000 pul ketgan. Endi dollarda hisoblaydigan bo'lsak, chunki hozir so'mda aytsam boshqa summalar edi, chunki kurs boshqacha edi. Dollarda $150,000 pul ketgan. Finansistman deyman-ku, o'zimchalik biz hisoblaganmiz. Qancha ketadi remontga, оборудованиеlarga, там svet, modellarni oti, tarelkalar, hamma narsani hisoblaganmiz-da. O'zimchalik bitta katta 3 ta kichkina lokatsiyaga pul yetadi deb hisoblaganman. Katta xato qilgan ekanman. Shularni xon sanabsiz. Shularni yomon xon sangan ekanman. Bittaga yetgan. 150 ming ketgan o'sha paytda. Shu 10 yildan oshiq bo'lib vaqt oldim. Hozirgi yoshlarga
tajribangiz bo'yicha nima aytgan bo'lardingiz? Mana masalan, bir joy ochmoqchi bo'ladi. Nima qilsam? Borib ochvorsinmi yoki biron joyda ishlab tajriba olib keyin ochsinmi? Endi nimaligiga bog'liq? Mana kofeyni, Kofeyni kofe bo'ladigan- endi top kofeyni- 3, top 3 ta finans bo'yicha dunyoda kofe. Neftdan keyin. Kofeyni bo'ladigan bo'lsa, opit juda ham важный narsa. Opit ozgincha yig'ish kerak, chunki ichida protsesslarni ichidan ko'rgan, bilgan yaxshiroq. Nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, nima qilinadi, qayerdan nima keladi, qanaqa muammolarga duch kelishi mumkin. Shuni ichidan ko'rgan yaxshi. Opit juda ham katta narsa-da. Birovni qo'lida ishlaganingizda, men har doim aytaman-da, birovni qo'lingizda ishlaganingizda, birovni pulini riskovat qilasiz. Biznes bu risk-ku. Birovni pulini riskovat qilasiz. Da, foyda bo'lsa, u odam foyda ko'radi, lekin zarar bo'lsa, siz oyligingizni olasiz bargam. Shuning uchun hamma qilish mumkin bo'lgan narsalarni qilib ko'rishingiz mumkin. To есть bu katta narsa. Ikkinchisi franchiza olgan bo'lardim. Chunki kimdir ham 10 yillik, 15 yillik opitini sotib olasiz-da. Mana xuddi shunaqa fikrdaman. Mana masalan, o'zimga ham juda ham ko'p odam chiqadi. Asosan viloyatlardan. Aytadiki, kelinglar, bizda avtobotni ochinglar. Men aytaman, yo'q, lучше san kelgin. Senga o'rgatamiz. Nima оборудование kerak bo'lsa beramiz. O'zing ochvor, ishlagin. Keyin mana bunaqa ko'zlar bilan qaraydi hammasi. Sen qo'rqmaysanmi deydi konkurensiyadan. Endi aytkim keladi, to что mana shu pul chiqaradigan mashina bor-ku. 1 sekundga tinim olmaydi. 1 sekund. U minutiga millionlab dollar pichat qiladi. 1 sekundga ham stop bo'lmaydi. Tilla qazish 1 sekundga ham stop bo'lmaydi. Ya'ni bu nima degani? Kapital, ya'ni iqtisodiy tomondan pul ko'payib ketyapti. O'shanga bilimi bor odamga borib, bilimini sotib olgan, tajribasini sotib olgan va o'shanda ishingni qilgan. Da, shunaqa. Masalan, hozir siz bilan mashinada borib keldik. Bitta narsaga juda ham qo'yib qoldim. Har bitta ustoz, ya'ni trener sana chempionday trenirovka qildiradi. Agarda masalan dollarov millionerning oldiga borsang, g'oyangni ko'rsatsang, hech qachon ustingdan kulmaydi. Shunaqa? Давай, bratishka dedi, gazni bos deydi. Hayot shunday oson bo'lsa, haqiqatan hamma narsa oson, chunki eng aziz narsa bepul keladi, eng og'ir narsa bu oson. Nima uchun mana qiyinlashtiradi hozirgi yoshlar? Mana shu juda ham dolzarb mavzu. Ya'ni menda ham keladi bolalar, o'rganadi ishni, borib o'zi ochadi, keyin yana bir oydan qaytib keladi. Yo'q, aka, o'xshamadi, men shu sizdan olgan oyligim u yerdan ko'proq chiqyapti deb. Nimaga qiyinlashtiradi? Bilmayman. Endi hamma narsa miyada bo'lsa kerak-da. Endi siz ko'rgan shu narsani, to'g'rimi? Sizda ham bo'lgani? Endi ko'p bo'ladi bunaqa narsalar. Endi o'zi tadbirkorlik na samом деле hammaga emas-da. Tadbirkorlik kasallik-da. U na samом деле men bitta reelsim bor. Biznes ochish to'g'risida. Maqasam biznes ochish deb aytganman-da, chunki bu risk. 8 soat ishlamaysiz, haftasiga 5 kun ishlamaysiz, 24 soat ishlaysiz, 7 kun ishlaysiz, 30 degan narsa yo'q. Oy oxirida hech kim sizga oylik bermaydi. Siz minusda ham bo'lishingiz mumkin. O'shanga qaramasdan yana harakat qilaverasiz. Ishim yurishib ketardi. Vaqtlarda yurishib ketadi, vaqtlarda yurishmaydi. Bu ham kasallik-da. Hozir bitta O'shancha hammada ham o'xshavermaydi, nasam deydi. Endi bu mas'uliyat, aka, mas'uliyat. Обязательно Mana mas'uliyat. masalan 2 xil 10 minut vaqt bor. Haqiqiy 10 minutda kelaman deganlar bor, o'zbekcha 10 minutda keladiganlar bor. U o'sha o'zbekcha 10 minutdan 1 kungacha prolongatsiya bo'lishi mumkin. Endi bu haqiqat, men birovni yomonlash emas, lekin bu haqiqat. O'shanga eng asosiy fikr
Ya'ni tadbirkorlik haqiqatan hammaga emas, lekin tadbirkorlarga faqat yaxshi yordamchi kerak. Shunaqa. Mana masalan, hozir bitta informatsiya beraman. Mana Anton aka, assalomu alaykum. Bitta o'rtog'im bor, Anton aka. U kishi spets brigadada ishlaydilar, ya'ni anaqalarni tomi ketganlarni rubashkaga kiygizib, Aha, yo'q. psixushkaga olib boradi. Bilasizmi nima deydi menga? Nima deydi? San mani mijozim deydi. Просто ты не палишься deydi. Da. Ya'ni просто san o'zingni ko'rsatmaysan deydi. O'shanga bo'lmasa san tadbirkorsan deydi. Endi u menga aytayapti, lekin men tadbirkor-ku. Mana shu hayotni tegini men bilaman-ku. Mana masalan bugun juma kuni dam olish kunida bizning ishxonamizda men ishxonada o'tiribman. Gaplashib, ish qilib. Uyda dam olish o'rniga eding. Bilasizmi? Laziz akam, Laziz akam va Valijon aka, ya'ni Ermakni asoschilari bitta gap aytdilar. Хороший дед это тот, которого дома нет. Интересно. O'shandan keyin men ham shu fikrga juda ham qo'shildim, chunki endi Valijon akam juda ham tajribali odam bu dunyoda. Va u yerdan qolsak bo'ladi. To'g'ri. Bu tushunib ko'radi-da. Biza savol bermasingizda men javob berishim mumkin-da. Siz keyin o'shanga qarab savolni berishingiz mumkin. Я понял, о чем вы говорите. Biz o'zi целевой auditoriyaga gapiradigan bo'lsak, biz o'zi o'zimizni biznes kafenya deb aytamiz. Biznes kafenya. Biznes kafenya, ha. Предпринимательlar uchun, tadbirkorlar uchun yaratilgan kafenya, joy, ha. Ularga удобный bo'lish uchun ko'p narsani qilamiz. Nima misol uchun? Har bitta stolimizning oldida rozetka bor, har bitta stolimizning har bitta zalimizda Wi-Fi bor. Stollarning joylashuvi bir-biridan slishkim yaqin emas, slishkim uzoq emas. Chunki gaplashganingizda bir-biringizni eshitasiz, qo'shningizni eshitmaysiz. Lekin o'sha bilan birga pompezniy emas, atmosferasi normal, muzika bor. Ha, endi jaydari deganda ham jaydari ham har xil narsa-da. Juda ham oddiy. Juda ham oddiy deganda men choyxona juda ham oddiy. Yo'q. Yoki milliy taomlar juda ham oddiy. Sodda. Ha, Sodda va foydali demoqchiman. Minimalizm, ya'ni koeffitsiyenti baland narsa. KPD, koeffitsiyent полезного действия ko'proq idai нет. Biza именно mana sizga shunaqa tuyuladi-da. Kimlardir uchun mana bu SA deganda целевой auditoriyani tanlaganmiz, o'shalar uchun hamma narsani qilishga harakat qilamiz. Lekin boshqa odam kelsa, bizani SA emas bo'lgan odam kelsa, siz aytgan gaplarni aytmaydi-da. Shu yerda skachirti ham yo'q ekan. Osham berishmas ekan nimagadir ham. Shashlik nima, normalniy narsa, sushi nimaga yo'q bo'ladi deydi. Shunaqa qilganingiz uchun shu va shunga o'xshash va shunga o'xshamoqchi bo'lgan odamlar yig'ilishni boshlaydi-da. Mana nimaga juda ham ko'p biznes встречалар bo'ladi. Juda ham ko'p предпринимательlar yoki freelancerlar o'tirib ishlaydi. Studentlar kelib turishadi. Nimaga? Chunki shunaqa atmosferani xohlaydi. Keyin katta bo'lganda shunaqa bo'laman degan niyat bilan keladi. Shunaqa qilib yig'iladi-da. Mayli, men o'zimni psixologim bilan uchrashaman o'sha yerda. Bu ham biznes встреча-da. Bu ham встреча-ku. 6 yildan beri terapiyadaman. 6 yildan beri, ya'ni men 2 yildan beri. O'zim o'qib yuribman va mana hozir siz целевой auditoriya bo'yicha gapiryapsiz-da. Da. Menga shuni tars yetib kelyapti. Ya'ni fokusni ushlab, kerakli joyga siz uryapsiz. Da. Endi biznesda eng katta problema bor, все для всех. Hamma narsa hamma uchun. Hamma narsa hamma uchun bo'lish bu utopiya, bu bo'lmaydi. Bu o'lim bilan baravar. Mana masalan, avtobotda men linza olib kelaman-da aka. Hamma odam deydi, sanda qimmat, shunaqa qilib hit qiladi. Lekin men yetkazib bera olmayapmanki, mana shu linzani qo'yib, javob beraman, seni ko'zing yaxshi bo'ladi. Yaxshi ko'radi. Va mana shu o'zini har bitta narsaning o'zini svoystavlari bor,
xususiyatlari bor va bizlarning eng zo'r xususiyatimiz ko'zni o'tirg'izmaydi, ya'ni не сажает зрение. Da. Bizda mana shu narsa bor. Keyin men Xudoni oldida men to'g'zaman. Men bilamanki, to'g'ri mana shu odamning ko'zi ertaga yomon bo'lmaydi. Bu narsani hozirgi kunda O'zbekistonda hech kim bera olmaydi. Qo'yin. Men oftalmologlargacha borib kelaman. Men nafaqat mana shu men ustaxona emasda bizda kompaniya. Ya'ni men umid qilamanki, mendan keyin manfaat qoladi, ya'ni odamlarga foydam qoladi. Xolasi. Sizda ham xuddi shu narsani ko'rdim. Endi baribir har bitta tadbirkorni dardi ham bir, davosi ham bir. Shunaqa. Bitta taklifim bor sizga. Davaychi. Biznes poliklinika ochamiz. Endi qarang, Jahongir aka, men uverenman hozir sizga любой biznesni bersak, siz uni ko'tarib, dальше ketaverasiz. Balkim ha bo'lishi ham mumkin, yo'q bo'lishi ham mumkin. Birinchisi, ikkinchisi da любой biznes bargan biznes bu proseslar. Bu proseslar. Lekin boya mashinada gaplashgan gapimizda fokus juda ham ko'p narsaga yordam beradi. Men o'zimda bilganman. Agarda men fokusim buzilsa, har xil narsa bilan shug'ullanishni boshlasam, har xil narsam ishlamaydi. Bir xil odamlar bor. Serийный предпринимательlar deydi-ku. Ular har xil bizneslar, har xil направленiyadagi bizneslar bilan shug'ullana oladi. Men unaqa emas ekanman. Endi ular formulani bilib olganda, balkim. O'sha biznes poliklinika bitta ochamiz, o'sha yerda shu formulani chiqaramiz, yordam beramiz shu odamlarga. Aka, o'yinlar. Men o'zim birinchi mijoz bo'lar ekanman-da. Mana bu gap borku, tabib emas, kasal tabibman, nima edi? Mana shu gap bor edi-ku. Boshidan o'tkazgan tabib. Tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib. Bu tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib. Shunaqa. Shu bo'l. Biznes tabib. Nima deysizlar, kommentariyada yozib qo'yinglar. Biznes tabib maktabi. Bu hozir hazil tariqasida gapirilyapti-ku. Ishonchim komilki, mana shu narsa haqiqatan bo'ladi. Balki. Chunki e'tibor bering, men 25-yilning o'zida pul aylanmasi katta bo'lgan, lekin ishxona soni kamayapti. Firma, kompaniyalar kamayib ketyapti. Endi avval hozirgi kunda masalan, firmani ochish 5 minut. To'g'ri. Lekin uni yopish 5 oy. Yo'q-a? Endi ko'p narsalari bor. Endi avval men masalan qanaqa fikrda yurardim? Hozir mana $10,000 bo'lardi. $3,000 bitta kofe mashina olaman, $1,000 tovar olaman, $1,000 bitta remont qilaman, $1,000 yana nimadir, shu $10,000 bilan zar biznes qilaman deb. U miyang bo'lmasa, $1,000,000 bo'lsa ham biznes qila olmaysan. Endi avval mana masalan gapingizni anaqa qildim. Avval 90-yillar. Mana amakilarim men uchun тоже пример для подражания. Rossiyadan les olib kelardilar. Televizor, videomagnitofon, nima bo'lsa o'sha yerda sotib oladi, bu yerga keladi, sotadi. Va shu biznesmen. Hozirgi kunda уже bu biznes modeli ishlamayapti. Endi bozor rivojlangandan keyin, konkurensiya oshgandan keyin modeli sekin to'g'rilashga to'g'ri keladi. Bozor shunaqa narsa-da, takomillashib boradi. Nimalardir ham to'g'rilash kerak, effektivlikni oshirishingiz kerak. Oldin men ko'p aytardim-da, bozor hali yoshligida, konkurensiya ko'p emasligida, marja kattaligida marja hamma narsani kechiradi-da. Sizning neeffektivnostlaringizni, lekin bozor rivojlangan sari bu neeffektivnostlar sizga minus bo'lishni boshlaydi-da. Shuning uchun to'g'ri, oldinlari qaysidir ham bizneslarni qilish oson bo'lgandir. O'tgan yil ham minus bilan yopganman. 24-25 Endi tajriba, конечно. Hozir bitta zo'r narsa bor, standart va sifat. Mana shu standartlaringizni o'z yozganmisiz?
va o'shani qanday qilib tekshira olasiz, ya'ni nazorat qilasiz. Endi o'zim yozganman. Bunaqa narsalarni o'zim yozmayman. Boshidan endi biz anchadan beri ishlab kelyapmiz. Qaysidir ham standartlar, protsesslar og'zaki bo'lgan. Bunaqa qilgin deb o'rgatilgan. Misol uchun mehmonni kutayotganingda o'zingning uyingga kelgan mehmondek qaragin. Vaqt o'tgan sari komandada odamlarning soni ko'paygan sari plus tekuchесть hisobiga o'zingiz o'rgata olmaysiz, keyin nimadir ham yozish kerak, qayerdandir ham olish kerak. Yo keyin ko'rasiz u ishlayapti, ishlamayapti. То есть bu birinchidan o'zim ham yozish boshlaganman, keyin komandadagi boshqa odamlar. Biz birinchi o'chirda bu komandniy работа. Hammamiz qilganmiz bu narsani. Protsesslar hamma protseduralar komanda работа. Qanaqa qilib qilinishi bu ham bizning отделimiz bor. Отдел контроля качества deymiz. Ular kelib har bitta filialga kelib tekshiradi. O'zi kelib ozodalik. Ha, конечно. kelib tekshiradi. Da. Komandamizdan отделdagilar kelishadi. Poraxo'rlik bo'lmaydimi u yerda? Labi? O'z mansabidan suiiste'mol qilib poraxo'rlik bo'lmaydimi? Yo'q, endi bunaqa Albatta-ki bu hazil. Bunaqa narsalar bo'lmaydi. Hamma narsani hisoblaymiz-da. Ozodalik, vaqtida ochishdi, vaqtida berishdi, vaqtida kelishdi, standart bo'yicha berdi. Har bittasiga ball qo'yiladi oxirida, keyin direktor KPI'ga mana shu narsa ta'sir ko'rsatadi. Ta'siri bor. Конечно. Har bitta ishchini, filial direktorini, filial menejerini ishini shunaqa qilib tekshiramiz. Undan tashqari обратная связь, отзывlar olamiz. Kartalarda yoki TripAdvisor'da o'zimizning приложениemiz bor. Unda olamiz. Har bitta stolga anaqa qo'yganmiz. QR'lar qo'yganmiz, o'tdan отзыв olamiz. Uni ham hisoblaymiz. O'zi aslida bitta kitob bor. Жалоба это подарок. Shunaqa. O'shani o'qigan odam aynan shunaqa qiladi. Da, жалоба juda ham важный narsa-da, chunki odamlar Jonkuyarlik qiladi, chunki ko'pincha buni haterlik deb ahamiyat bermaydi, qo'ysangchi deydi, lekin bu juda ham важный narsa. Bu narsani men shu paytlar Angliyada o'qigan paytlarimda eshitganman-da. Nima deydi? 10 ta odamga nimadir ham noto'g'ri xizmat ko'rsatsang, 10 tadan 9 tasi ketib qoladi. Prosta indamasdan ketadi. U kimga ketadi? Og'aynilarga ketadi. O'rtoqlarga ketadi. Bo'lmagan joy ekan, bormagan, bunaqa qildi. Bitta donasi sizga kelib aytadi: "Ey og'ayni, mana narsani noto'g'ri qilyapsan. Sen to'g'rilab qo'ygan. Bu qaytanga sizga yaxshilik qilyapti. Jonkuyarlik qilyapti. Kelmoqchi bu. Sizga yomonlik qilmoqchi emas, sizga yaxshilik qilmoqchi. Chunki men o'zimning pulimni berishga tayyorman. To'g'rilab qo'y mana buningni" deb sizga anaqa beradi-da, обратная связь beradi. Siz uni boring Toshkentda, yoqmasa bor, mana yoqqa borgin desangiz, mayli dedim, boshqa sizga o'xshagan bilmayman, studiya svetalar yoki kafeynalar son mingta ketsa ketaveradi. No, olib qolish, xursand bo'lish, bu naborot sizga foyda olib keladi-da bunaqa narsalar. Ya'ni, mana masalan hozir e'tibor bering, siz ham maktabda o'qigan, men ham plus minus o'sha kitoblarni o'qiganman va o'sha paytlar kitobda bir narsa noto'g'ri bo'lsa agar domlaga agar aytardik, "Ты что, самый умный, что ли?" deb gap eshitardik-da. Baribir bu narsa уже qon bilan kirib qolgan уже. Va masalan men o'zimda ham muammo nima bo'lsa, отзыв yozmayman-u, harakat qilaman aloqaga chiqishga. Chunki u joy menga begona emas. Ya'ni через mehr, muhabbat men harakat qilmoqchiman. Menga uni na bonusi kerak, na boshqa narsasi kerak. Prosta shu joy yaxshi bo'lsin. Chunki baribir o'zimga ham yozganman Telegramdan bir necha marta nimadir ko'rganman. Endi kichkina narsa-yu, Kaizen metodologiyasi bo'yicha
беспрерывное совершенствование. Ya'ni agarda har kuni 1% ga yaxshi bo'lsang, 365 kun ichida 10 barobarga oshib ketishingiz 30 mumkin. 30 barobar yaxshi bo'lasan. Qoyilman. Это прям formulasi bor shuni. Dalish yurib ketish. Yo'q, men perfeksionist emasman. Yo'q. Конечно, talab qilaman. Конечно, talab qilaman. Menda bunaqa narsa-da, bunaqa kachista bermagin. Bunaqa berganda, lekin har kuni bergin. Bir xilida nima bo'ladi? Mana bunaqa zo'r narsa qo'yadi, bir kun, ertasi kuni o'xshamaydi. Yana zo'r beradi, yana o'xshamaydi. Yana zo'r qo'ysangchi deyman-da, undan ko'ra bitta yaxshi kachistani ushlaginda, har kuni ertalab kelganda ham shunaqa bo'lsin, kechqurun kelganda ham shunaqa bo'lsin, dushanba kuni kelganda ham, juma kuni kelganda ham shunaqa bo'lsin. Chim anaqa sakragandan ko'ra. Shuning uchun bir xillik bir marta zo'r qilishdan ko'ra ancha yaxshi narsa-da. Chunki siz mana mehmon sifatida kelganingizda qayerdan kelgan bo'lsangiz ham nima olishingizni bilgingiz keladi-da. Hozir uslubga, hozir BMWga boraman, kofe zakaz qilaman, kofe nima desam anaqa bo'ladi. Deysiz, borasiz-da, olasizda, ichganingizda shunaqa bo'lsa, xursand bo'lasiz. Unaqa emas bo'lsa, yaxshiroq bo'lsa ham bir xillar deysiz. Biling, nima berdim menga deysiz. Jahongir aka, hozir sizga juda ham dardli savol beraman. Bering. Eng dardli bitta savol. Endi xodimlaringizga bitta o'tamiz. Bugungi kunda nechta xodimimiz bor? Endi sezonga qarab 150 tadan 250 tagacha bo'ladi. Ya'ni 150 ta, taxminan 150 ta oilani qozonini biqilashiga sababchi bo'lasiz. Shunaqa. Mas'uliyat ko'p aka. Qanday shunaqa mas'uliyat bilan yashaysiz? Maza qilib. Bilmayman. Bunaqa narsalar endi men balandparvoz gaplarni yomon ko'raman, to'g'risini aytsam. Biz odamlarga yordam berish uchun kelganmiz. Odamlarga yordam Missiyamiz shuman deb o'ylayman. Har bitta tadbirkorning missiyasi shu. Da. Mana masalan men uverenman, что sizni biznesingizda nafaqat sizga yaxshi, balkim sizni ishchilaringizga ham yaxshi. Chunki men o'zim shaxsan e'tibor beraman, hammasi qilib, takoy xursand bo'lib, xuddi bir radnoy odam kelganda meni qabul qilib oladi. Lekin men o'zim ham faqat qilib kiraman, ya'ni takoy bunaqa qilib, kim bo'lsa ham qat'iy nazar, bitta oddiy narsa bor-da, biz hammamizni paydo bo'lgan joyimiz bir va ulgurib qolsak, boradigan joyimiz ham o'sha yerda deng. lekin mana shu ikkita momentni o'rtasida nimalar qilamiz, bizning qo'limizda hammasi. Da. Ya'ni endi men harakat qilaman va obunachilarimga bitta iltimos, faqat birovni xizmatini mehr bilan qabul qiling va harakat qiling yaxshilik qilishga. Chunki siz bugun unga yaxshilik qilasiz. Masalan, oddiy olganda ofitsiant. Siz shu ofitsiantga bering shu choy puli, chivi. U xursand bo'ladi. U ertaga boshqa odamga beradi. Rasmiy gap chivida ham emas. Siz kimgadir ham rost ikki og'iz shirin so'z aytsangiz, o'shandan maza qiladi odamlar bir xillarda. Chunki men o'zim ofitsiant ham bo'lib ishlaganman, barman ham bo'lib ishlaganman, bilaman-da. Kimdir ham kelib, tuzumsan, ishlaring yaxshimi, charchamayapsanmi desa, qaysidir mehmoningiz siz xursand bo'lasiz-da. Конечно. Men faqat mana shu sizlar zo'r qilib qo'ygansizlar, hammasini bejiklari bor. Otani aytib chaqirasizmi? Otidan chaqiraman va обязательно salomlashaman. Endi qiz bola bilan emas, lekin o'g'il bola bilan qo'ldan qalaysan, yaxshimisan, kuning qanday bo'lgan desam, xursand bo'ladi va meni ovqatlarim 2, 3, 4 barobar tez keladi boshqalardan ko'ra. Da, shunaqa. Bu ham sekret, bu ham life hack. Bu недовольный o'tirganingdan ko'ra bir og'iz bitta kulib yuborsang, bu aytadi, brat o'tiribdilar. Qilib beringlar deb. To'g'ri. Chunki men bu narsani obratnasiga ham ishlaydi-da. Biz ofitsiantlarga ko'pincha aytaman-da. Ikki xil narsa, hammamiz parod qilamiz, hammamiz xato qilamiz. Lekin ikki xil xatoni ikki xil turi bor-da. Turiki ikki xil situatsiya bor. Birinchi situatsiyada qaysidir ham ofitsiant xato qilsa,
qaysidir ham заведение xato qilsa, tupoy-da bular deydi. Lekin sen kelib otingni aytsang, uni otini bilib otini aytsang, seni tanishsa, условно говоря, Jahongir ukamni qo'ysan deydi-da. Agar seni tanimasa, bu chichqoq ekan deydi men bola. Shuning uchun odamlar bilan yaxshi gaplashsa, otini bilsa, odamlar qaysidir ham xatolarini kechirish ehtimoli anchaga oshadi. Mana bizda O'zbekistonda bitta narsa bor-da, hamma deydi tanish bilish degan gap bor-da. Lekin aslida tanish bilish bu eng zo'r narsa. Mana masalan men sizni ofitsiantingiz bilan tanishdimmi? Shu bo'ldi. Meni ishim sal tezroq hal bo'ladi. Shunaqa. Bu aslida zo'r narsa. Lekin noto'g'ri ham talqin qilish hech gap emas-da shu narsani. To'g'ri, to'g'ri. Mana shu 150 ta xodimlaringizdan necha foizi mana shu Zoomer deymiz 2000-yildan keyin tug'ilgan? Voy, 90% bo'lsa kerak. Aka qanday ularni boshqarasiz? Aka bu dard. Mana tomog'im ketib qolgan sabab menda ham Zoomerlar bor-da. Lekin yaxshi, zo'r pokoleniya. Lekin men qiziqishni tushunmaymanmi? Может, men qarab qoldim men shu yerda. Men o'ylab o'tiraman-da. Ular ham hammaga o'xshagan odam. Endi bu bilmayman. Mana biz ham yosh bo'lganmiz. O'zimdan eslayman-da, bizani ham miyamizda anaqa havo uchib yurardi bir xillarda. Prosta Jahongir aka, men 17 yoshimda avtoservisga borib, bepul hunar o'rganishim uchun bepul ishlaganman. Hozirgi yoshlar keladi oldimga. Nech pul berasan deydi. Bir mahoratingni ko'rsat, nima qilishingni ko'rsat. Beraman, yaxshi oyligimiz ham yaxshi. Endi u paytda balkim imkoniyatli kam bo'lgan bo'lishi mumkin. Siz majburligingizdan borgansiz, shu tekinga ishlab bu narsani hunar o'rganing. Hozir imkoniyatli ko'proq. O'shaning uchun ularni tanlash imkoniyati bor. Bu nimasi yomon? Hurmatli do'stlar, mana hozirgi yoshlar bilan qanday ishlashni kommentariyada yozinglar. Yo'kida mana o'shalar bilan ishlashni o'rgatgan odamga o'zimni shaxsan xursand qiladigan mukofotim bor. Yo'q, endi ular ham men odamlarni Zoomer va Zoomer emasligi unaqa bo'lmayman. Chunki hayot shunaqa. Imkoniyatli ko'paygan sari ular ham ko'p narsa olishga harakat qiladi. O'zini bir tomondan to'g'ri o'zini xohlaydigan narsalarni bular talab qilishni biladi-yu, lekin mas'uliyat bir xillarda bor shunaqa narsa. Mas'uliyatni balon emas. Men ko'pincha aytardim-da oldin. Nimaga deyman? Men ofitsiant bo'lganimda menga aytishardim. Men bu ishni qilasan deyishsa, borardim, shu ishni qilib kelardim. Hozirgi yoshlar nimaga men qilishim kerak degan savollar ko'p berdim-da. Hozir ko'p narsalarga oddiy qaraydigan bo'lib qolganman. Qilsang o'sasan, qilmasang nimadan o'zing ishing. Endi oddiy misol, oddiy formula. O'zingdan sal oshiqrog'ini qilsang o'sasan. Men yozganini qilsang o'smaysan. Shunaqa. Bu ham bir sekret, bu ham bir tajriba. Bizani ishimizni odamlarga nimadan ham berishga harakat qilish. Olish, olmaslik bu o'zini ishi. Siz kimnidir ham majburlab baxtli qilib qo'ya olmaysiz. Kimnidir ham majburlab uspешный qilib qo'ya olmaysiz. Siz bera olganingizni berasiz. Olsa oldi, olmasa olmadi. Aka, ishonasizmi? Men shuni ko'kragimni urib, men shuni men qilaman deb yurganimda oxir bilasizmi? Qarshi bel ketib qoldi. Mas'uliyatdan. Dana. Siz ham Zoomerlardan o'rganishingiz kerak-da. Menga nimaga qilishim kerak degan narsani balkim. Men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi. Endi menga baribir kim qanaqa bo'qadi. Это правило. Да. Aka, shu ishchilardan qarindoshlaringiz bormi ishchilar o'rtasida? Bor, juda kam.
Lekin men o'z qarindoshlar bilan ishlashni yomon ko'raman. Nimaga? Chunki ish bilan ishmasni ajratib olish kerak-da. Bir xillarda odamlar qiynaladi bu narsalarga. O'shaning uchun men qarindoshim bo'lsa ham обычно aytaman-da. Условно говоря, uni boshlig'i menga kelib, mana shunaqa qarindoshim bilan qilyapti desam, men aytaman, bu meni qarindoshim emas. Birinchidan bu seni ishching. Meni qarindoshim ishdan tashqarida qarindoshim. Ishxonada seni ishching deyman. Или же xuddi shunaqa meni qarindoshim kelib, unaqa mo'yilni ochib bering yoki onsoroq bo'lsin deydigan bo'lsa, men yo'q deyman-da. Demak, qattimsiz. Biznes Mana shu narsaga qattim emasman. Просто bu biznesda uni buziladi-da, agarda unaqa qaramasangiz. Biznes buzilishi eng birinchi mana shu yo'li bu tartibsizlik. Shunaqa. Kimgadir ham nimadir ham ruxsat berilsa, demak qolganligi ham ruxsat degan narsa-da. Da. Chunki teoriya разбитых окон eshitganmisiz? Yo'q. Teoriya разбитых окон degan shunaqa teoriya bor-da. Agarda tashlandiq bitta ko'chada ketyapsiz, bitta tashlandiq bino bor. Lekin hamma oynalari but. Bir kun o'tasiz, 2 kun o'tasiz, 3 kun o'tasiz. Agarda bir kun o'tayotganingizda bitta oynasi singan bo'lsa, ertasi kuni va indini kuni va undan keyingi kuni o'sha oyna tuzatib qo'yilmasa, bir oydan keyin yoki bir yildan keyin hamma oynasi singan bo'ladi. Bu haqiqat. Bu haqiqat. Bu narsa hamma narsada ishlaydi-da. Kimgadir ham ruxsat bersangiz, qarindoshim-ku deb qolganlar ham shunaqa qilish bo'lish. O'shanaqa qilib bardak boshlanadi-da. Sizga agarda ishxonangizda nimadir ham mumkin emas bo'lsa, u hech kimga mumkin emas, sizga ham mumkin emas. Ko'plar aytadi, "Sen boshlaysan-ku, senga mumkin." Как раз-ki menga birinchi o'chirda mumkin emas. Meni og'aynilarimga birinchi o'chirda mumkin emas. Bilasizmi, nimangizga qo'yib qolaman? Mana shu mashinangiz bor-ku. Qachonki filiallaringizda oldidan o'tsam, mashinangizni chetga parkovka qilib qo'yasiz. Faqat shuni masalan, men Maxim Gorkida yo'lni ro'parasidan qo'yasiz mashinani. Necha marta ko'rganman. Masalan, Shota Rustavelida bo'lsa, почти mana shu yo'lni nari betiga qo'yasiz mashinani yoki ichkariga qo'yasiz. Endi ota-onamning uyi u yerda, chunki men ko'p borib kelaman va shunga e'tibor berdimman. Bu tartiblik-ku, bu tartib-ku bu. Endi bu tartib emas, bu biznes-ku. Meni mehmonlarimga onsoroq bo'lsin, chunki ular plopka olgan ular-ku. Главное в бизнесе это же клиенты. Конечно. Men o'shani tushunmayman. Bu boshlovni joyi degan narsa. Boshluv. Aka prinsipialni bormayman shunaqa joylarga, bilasizmi? Ishonasizmi? Men bir xil, ikki xil tam restoranlar bor. Mashinani qo'ymoqchi bo'laman. Masalan, Lasetti'da yurganimda umuman yo'q, mumkin emas deb mashinalar qilib axranalar chiqadi. Axrana emas. Boshdaga qaraydigan odam. Sal yaxshiroq mashina olganimda o'zi sal boshqa xil muomala qilib, lekin baribir qo'ymasdi. Keyin o'sha restoran, o'sha zavedeniyalar men uchun blok. Men o'sha yerga bormayman. Endi men ham tushunmayman nega bunaqa qilishadi. Endi hozir ishim qilmasa kerak-ku, bunaqa narsalar menga yoqmaydi. Mana yana bitta isboti, mana bitta gapim bor. Eng og'ir narsalar oson. Eng og'ir narsa oson. Qachonki sen bilmasang nima uchun seni mijozlaring yo'q. Ko'chaga chiqgan, qaragan, qaqa mashinani san qo'yding. Eng oddiy narsa, aka. Masalan, faraz qiling, siz bir joyga boryapsiz-da, sizga birontasi esa Jahongir aka, mana bu joy boshlig'imizni joyi, lekin siz qo'ying shu yerga aka. Xursand bo'lasiz-da? Aka, qancha yana kelasiz shu yerga? To'g'ri, shunaqa. Lekin keyingi kun agar boshlig'ining mashinasi tursa, qo'ymasa yomon bo'ladi. Bir marta Qarshida bo'lgan voqea. Bitta restoranga bordik-da, 2 kishi bordik. Ovqatdan keyin ikkita jvachka olib keldi. Keyin men u restoranga bir 15 kishini olib bordim aka. 15 kishi bordik. Stolni juda ham yaxshi o'tirdik, yaxshi pulga o'tirdik. Men aytdim, hozir qaranglar,
hammalarimizga jvachka olib keladi. Melish narsa. Shuni kelyapti, shotni beryapti. Shuni ochsam, ichida ikkita jvachka. Standartida Zo'rmish shunaqa. kishi. Standartida ikkita ekan, demak. Voy, standart endi Da. ожидание реальность bo'ldi. Shunaqa. Biznesni uradigan narsalar mana shunaqa melish narsalar. To'g'ri. Mana masalan, siz ham Buxoroga borgan-ku, biza bilan anaqaga, Chorbakirga. Borgan edim shekilda. Mana shu klub bilan borgan. Da. Juda ham oddiy joy. Undan ожиданияларing ko'p emas. Balon bo'lmaydi-da. Lekin ovqat shunday olib keladi. Kortichkaga o'tirib keyin yig'laysan. Qanchalik ovqati mazza ekan deb. Yaqinda men Buxoroga boraman, обязательно o'sha yerga borib kelaman va bu reklama emas, bu meni tajribam. Kim Buxoroga borsa, Chorbakir, Timur akani kafelariga обязательно boringlar. Biznesda siz sherikchilikdami yoki owner bir o'zingizmi? Yo'q, sherikchilikda. Hozir biza bu oilaviy biznes deymiz. Men va ukalarim. Ukalaringiz ham bor. Ha. Siz 4 yildan beri taniyman, lekin ukalaringizni tanimayman. Endi ular biznesga aralashmaydi-da. Ular. Zo'r aka. Endi oldin bu biznesni BNBni o'z og'aynilarim bilan boshlaganman. Keyin bir necha yil o'tgandan keyin og'aynilarim o'zini do'lasini sotaman deyishgan. Men ukalarimni sotib olishgan. Shunaqa qilib bu oilaviy biznes bo'lib qolgan. Juda ham qiziq va masalan partnyorlarga siz qanday qaraysiz? Qaysi kriteriyalarga qarab siz odam bilan partnyor bo'lishingiz mumkin? Interesingizga tushish kerak, tsennislaringiz bir xil bo'lishi kerak. Qadriyat. Qadriyatlar eng muhim narsa qadriyatingiz. Qadriyatingiz bir xil tarafga qaragan bo'lishingiz kerak, bir xil narsalarni o'ylashingiz kerak. Odam sifatida bir-biringizga yoqsangiz, bir-biringizga tushsangiz, aytadi-yu, yulduzingizga tushsa ishlaysiz. Bu narsa juda ham ko'p narsada ishlaydi. Nafaqat partnyorlarda. Endi biz o'zimizning поставщикlarimizni ham partnyor deymiz. Biz oladigan joylarni arenda oladigan odamlarni ham biz partnyor deymiz. Hammasi birinchi o'chirda odam sifatida bir-biringizga tushsanglar, долгосрочный ishla olasizda. Men masalan partnyorlarimdan kelajak partnyor kim bilan ishlamoqchi bo'lsam, biron kafe, restoranga olib boraman. Va o'sha payt shu personalga qanday qilib muomala qiladi, qanday gapiradi, mana shu narsalarga e'tibor beraman. Shaxsan endi bu ham ko'p narsa haqida gapirib beradi, chunki o'ziga to'q odam. Rus tilida bor-ku gap, красота в глазах смотрящего. Ya'ni o'zida to'q odam boshqalarni ham to'q ko'rib, bir mehr-muhabbat asosida muloqotini qiladi. Mana masalan даже uyni sharoitini gapirsak, mana ayolim bor, 3 ta farzandim bor. Endi ularni internetga hech qayerga olib ketmayman, chunki bu mening shaxsiy hayotim. Lekin mana shu bizani biron kishi ko'rayotgan bo'lsa, bitta kichkina tajribam. Ayolingiz bo'lsa, ayolingizni chaqiringlar. O'tiringlar, bitta ruchka qog'oz olinglar va 3 dona savol. Qanday qilib sen tushunasan, to'shto men seni sevaman? Qaysi harakatlarim senga yoqadi va sen tushunasan, to'shto men seni sevaman? Va 3-savol, mendan senga nima kerak? 3 ta savol, javoblarni yozib olinglar. Bo'lsa 5 ta, 10 ta javob bo'ladi. Va shu 10 ta javobga qarab keyinchalik harakatlaringizni qilsangiz, ikki dunyo hayotingizda uyingiz tinch bo'ladi, ayolingizdan bir gap eshitmaysizlar. Bu meni tajribam. Xuddi shuni men anaqalarim bilan, ishchilarim bilan. Ya'ni hozir bir 7, 8, 10 kishi bor. O'shalar bilan gapiraman va bizda masalan xiyonat degan gap bor. Men aytaman, agarda sen menga haqiqatni o'rniga men xohlaydigan narsani gapirsang, sen xiyonatchisan, sen bilan xayrlashamiz. Menga bu narsa kerak emas. Lekin achchiq bo'lsa ham haqiqatni aytsang, o'shani bartaraf qilsak shu bo'ldi, biznes o'sadi. To'g'ri. Jahongir aka, mana shu biznesda nimaga e'tibor bermasang, o'sish to'xtab qoladi. Ya'ni o'sishni to'xtatadigan narsalar nima?
o'sishni to'xtatadigan narsa cho'qqiga chiqdim, bo'ldi, boshqa hech nima qilmasam bo'ladi deb o'ylash eng glavnisi. Vah. Shunaqa. Mana shunday qildingmi, bir haftadan keyin tushasan. Shunaqa. Chunki har doim harakat qilish kerak, har doim nimalarni o'zgartirish kerak. Har doim standartlarni ushlab turishga harakat qilish kerak. Harakat to'xtagan joyda harakat to'xtamaydi-da. Siz yoki tepaga ketasiz yoki pastga ketasiz. Yo rivojlanasan, yo o'lasan. Men faqat aytaman bu gapni. Shunaqa. Mana masalan, yana bitta sirrimni aytaman, juda ham katta sir. Mana e'tibor beringlar, yo'llarda bironta taksi bilan yursang, o'sha taksist odam hammadan yaxshi biladi qanday qilib boshqarish kerak bu hamma joyni, hokimiyatni masalan. Da. U qayerdan biladi? U biladiki, yo'llarni yaxshi qilsang, yamalarni kamroq qilsang, svetoforlarni mukammal qilsang, probka kamayadi, umumiy benzin rasxodi kamayadi, havomizga yaxshi ta'sir qiladi. Lekin u masalan boshqa joylarda obodonlashtirish ishiga yoki boshqa ishiga yaxshi tushunmaydi, lekin o'zini joyida u professional. Xuddi shundoq men o'zimni ishchilarimga qarayman va faqat aytaman, men sizlarni ishga oldim, sizlarga o'rgatish uchun emas, sizlar meni o'rgatinglar. Shunaqa. To'g'ri. Sani har bittalaring o'zingni joyingda professionalsan. Meni o'rgat, nima qilishim? Aka shunday qanoti paydo bo'ladi. Shuni o'rgatishni boshlaydi. Va haqiqatan tajriba mana shunda. Da. Mana masalan bizani siz hozir mashinada aytgan gapingiz, masalan, biz nimaga e'tibor beramiz? Masalan, matematikadan 5 bo'lsa, fizradan 4 yoki 3 bo'lsa, mashina потянуть qilish kerak ekan deb Mavni ko'tarish kerak, fizrani ko'tarish kerak, bo'ldi. U matematikaga e'tibor bermaydi. Odam matematik bo'lsa-chi? Da. Mana bu mishchalari yaxshi ishlamasa-da, endi har xil To'g'ri, ahamiyat berib turish kerak, lekin yurayotgan narsani ko'proq aytargan effekti ancha ko'proq bo'ladi, chim naborotda. Mana masalan, Yaponiyada meta zeleный ruchka bor. Ya'ni senga bir narsani bola yozib kelsa, to'g'ri yozgan narsalarni zelený, ya'ni yashil rang ruchka bilan ko'rsatasan. Mana shu narsalarni sen to'g'ri qilding deysan va o'shanda bola nimaga harakat qiladi? Harakat qiladiki, hamma joy zelený ruchka bo'lsin deb. Seriously, bilmagan ekanman. Zo'r idea ekan. Harakat qiladi bola. Bizda naborot, xatolarni ko'rsatasiz. Mana buni noto'g'ri qilding, mana buni noto'g'ri qilding, mana buni noto'g'ri qilding. Mana hayotda bo'layotgan narsa. Instagramda yo'l patrul xizmati ofitsialniy stranitsalari bor. Va o'sha yerda qachon ko'rmasang bu qo'yda buzar, bu qo'yda buzar, u qo'yda buzar, bu qo'yda buzar. Va meni ichimda, aka men shunda o'ylaymanki, neujeli men ham qo'yda buzar shunaqa. Va o'zimni yomon tutishni boshlayman, ya'ni his qilishni. Mana masalan, meni ayolim bor. 16 yil oldin prava olgan. Biror marta protokol bo'lmagan o'sha ayol. Biror marta. Va shunaqalar qancha? Masalan, ayollarni olmasak, masalan, otalarimiz bor, dodalarimiz bor. Narusheniy qilmaganlar. Agarda o'shalarni olib chiqsan, mana bugun masalan, mana bu doda 5 yil ichida umuman narusheniy qilmagan va biz bunga bepul tonirovka sovg'a qilamiz. Aka javob beraman, men atayib narusheniy qilmayman tonirovka olish uchun. Da. Bu oddiy misol. Birovni yomonlashish emas endi. Meta zelený ruchka degan hayotiy tajriba. Zo'r narsa ekan. Hayotimizda, biznesimizda tatbiq qilsa bo'ladigan narsa ekanda. Har kuni kelib, "Mana buni qilding, molodetsan, mana buni qilding to'g'ri, mana buni qilding to'g'ri, mana buni qilding to'g'ri, mana buni sal to'g'rilab qo'ysang yaxshiroq bo'ladi." Desangiz, yaxshiroq chem kelib, "Mana buni to'g'rilash kerak." desangiz, qolgan narsalarni как будто ko'rmagandek, odam bilib qoladi. O'zini endi bitta gapda odamni sen yomonsan, aqlsizsan desang, 1 marta deysan, 10 marta desang, 20 marta desang, u aqlsiz bo'lib ketadi, o'zini yomon his qiladi va ketadi. Mana masalan, nima qilsam ham noto'g'ri qilar ekanman deb o'ylaydi-da. Bo'ldi. To'g'ri. Harakat qilganimdan foydasi yo'q ekan degan narsa bo'ladi. To'g'ri. Gapingizda
Menimcha men bu zoomerlar bilan ishlashni formulasini topdik aka. Balki. Mana masalan klubimizda Alisher aka borlar, Valiyev. Mhm. Buxgalter. Shunaqa narsalarga men shu buxgalterlar bor-ku, men ularni volшебник deb aytaman. Nimadirlar qiladi. Shunda enterni bosadi-yu, debit kredit zo'r bo'ladi. Ammo nimalar qilsam ham to'g'ri kelmaydi. Va o'sha kishi bloglarida yozganlar, hech qanaqa men bu 5 minutka, ya'ni problemalarni muhokama qilish, mana shu оправдание, mas'uliyatsizlik va men bu vinovat, u vinovat, qanaqadir sabraniyalar qilish o'rniga 3 ta oddiy narsani qilgan odam 5 minutdan. 5 minutdan. Mana masalan, ertadan shu narsani kirgizaman. O'tgan hafta men nima qildim? Qilmagan narsalarimga nima xalaqit berdim? Tak. Keyingi hafta men nima qilaman? Juda ham fokusli, kichkina va foyda beradigan narsa. Da. Ya'ni hamma ma'lumotlar internetda bor. Ofisimni ko'rdingiz. Men ofisda o'tirmayman. Ofisim mana shu. Va dunyoda bor bo'lgan ma'lumot mana shuning ichida bor hozir. Shunaqa. Buni ishlatmaslik O'zimizga bog'liq. o'zimizga bog'liq va faqat amalda bo'lishi kerak. Men birovni o'qib aytganini qilsang, aka yetadi. O'shanga Jahongir akamga обязательно подписка bo'linglar. Juda ham foydali ma'lumot beradilar. Faqat eshitish kerak. Chunki har bitta gapni tagida gap bor. Ya'ni biza ochiqona ko'p narsani ayta olmaymiz. Nafaqat biza hamma joy shunaqa. Noto'g'ri talqin qilishi mumkin. Lekin o'sha gapni tagidagi gapni ma'nosiga yetib olsangiz, ideal rezultatga erishasizlar. Jahongir aka, shu BNBda tizimni qachon qo'ygansiz? Esingizda bormi shu? Yo'q, esimda yo'q. Chunki bu unaqa narsa emas-da, tizim qo'ydim deganda так не работает deydi. Aka, bu meni qanday aytsam, это моя мечта, meni orzum, orzularimni sindirmang. Hozir yoshlar bizlarni qarab turibdi. Unaqa tabletka yo'q, kitob ham yo'q, волшебник ham yo'q. Bu proses. To'g'ri. Birinchi kundan boshlab sekin boshlaganmiz, unaqa qilamiz, uni o'zgartirganmiz, buni o'zgartirganmiz. O'xshadi, o'xshamadi. Hozir o'xshadi, ertaga o'xshamaydi. Nimaga o'xshamadi? Sistemda ошибкаларni ko'rasiz. Hamma xatoni qilyapmiz, ko'pdan bir qilyapmiz. Nimaga qilyapmiz? Nimani to'g'rilash kerak? deb sekin to'g'rilab ko'rasiz. Ishladimi, ishlamadimi? Ishladi, bo'ldi, yaxshi. Keyingisi. Sistema qachon qo'ygansan degan savolga javob kimdir ham aytsa, yoki o'zini nima qilayotganini tushunmaydi yoki aldayapti. Hali ham o'ziz operatsiyonkada bormisiz? Yo'q. Bizda pensiyaga chiqmadim. Bu yerda bizning operatsion direktorimiz bor, operatsion bilan shug'ullanadigan. Men ko'proq balkim strategik vопросlarda ko'proq ishlayman. Qayerga rivojlanishimiz kerak, qaysi taraf ketishimiz kerak, nimalar qilamiz целом. Mana hozirgi kunda siz ko'proq viloyatlarga qarayapsizmi yoki boshqa davlatlarga ochishni qarayapsizmi? U ham bu ham, lekin hozirgi fokusimiz biz Dubayda joy oldik, o'sha yerda. Bo'lmasa, o'sha Dubayga men sizni birinchi mehmoningiz bo'laman. Mana обязательно chaqiring. Bo'ldi, обязательно. Xudo xolasa bu yil ochamiz. O'tgan yil 24-yil biz Dubayga borganimizda o'sha payt menimcha siz reja qilgan edingiz, to'g'rimi? Shunaqada. Joy qidirishni boshlaganman. Borib, ko'rib, shahar aylanib, qaysi joylar, kimlar yuradi, qanaqa bozor, qanaqa konkurentlar, qanaqa o'rganib, ko'rib, lokatsiyalar qanaqa. Sekin ancha vaqt ketdi unga ham. Ya'ni research, ya'ni изучение рынка. Da. Bozorni o'rganish. Aka, nimaga kengaytirmoqchisiz? Soqingiz kammi yoki nima uchun ayting mana shu? Haqiqiy biznesmen Kasallik dedim u boya. Детский travmalarim bo'lsa kerak-da. Bali.
Chunki men uverenman sizda muammo yo'q hech qanaqa, ya'ni shu moddiy tomondan. Endi hamma narsa pulga bog'liq emas-ku. Endi qarang, O'zingizni bizani ambitsiyalaringiz bo'ladi, nimalardir ham ko'rsatgingiz keladi. Mana O'zbekistondan chiqqan katta korporatsiyalarning soni hozir bo'lsa bitta ikkita. O'shani ko'paytirishga harakat qilasiz. o'zbek tilida bilmadim, rus tilida ambitsiya degan gap bor. Ya'ni mana shu man bilan ambitsiya boshqaradi. Shunaqa. Mana ambitsiyalarim bor, butunlay O'zbekiston bozori to'g'ri narsa bilan yursin. Haqiqatan to'g'ri, zararsiz. Mana masalan, oddiy misol tariqasida aytaman, mana noto'g'ri chiroq ko'zingizni yomon qiladi. Nafaqat o'zingizni, balkim mingtalab haydovchini ko'zini yomon qiladi. Endi faraz qiling, siz oddiy sotuvchi bo'lib, ma'naviy tomondan qancha zarar yetkazish mumkin mana shu oddiy narsa bilan, 10 dollar bilan, u 10 dollardan ishlasa 1 dollar, 2 dollar pul ishlaydi. To'g'ri. Men uchun juda ham og'ir savollardan biri bu. Chunki avvaliga sizda bo'lsa, mashinalar eksportga sifati yaxshiroq bo'lardi, chem o'zimizga. Shunaqa paytli bo'lardi. Esizdami shu narsa? Eksportda katalizator, ekonomizer bo'lardi. Keyin men savol berardim o'zimga, nima uchun o'zimizga emas? Mana oddiy misol qilib Yaponiyani olsang, Yaponiyani o'zini mashinalari ichki bozori, Japan domestic market, GDM deyiladi. Toyota bor, Lexus bor. Lexus bu lyuks hisoblanadi. Lekin Yaponiyani Toyotasi Lexusning damini beradi. Qoyilmi? Prosta bizada o'ng tomon rul bilan mashina mumkin emas. Bo'lmasa sifat bo'yicha aynan Yapon mashinalar o'ta yuqori. Mana masalan Toyota Crown bor mashina. U faqat prezident, premyer ministrlar yuradi, oila yuradi. To есть mana shu Yaponiyani boshqaradigan oila. Ular shu Crownda yuradi. Shunaqa darajada u mashinalar. Biz ham shu kunga kelib qolarmiz. Lekin sizga rahmat, aynan mana shu O'zbekistonning produktini dunyoga taniqli qilyapsiz. Masalan, bir kuni o'tirgan edik, birinchi biznes klubga mehmon bo'lib keluvdilar. SAG zavod. Kovер gilam ishlab chiqarish zavod rahbarlari, asoschilari. Bilasizmi? Dunyoda 3-o'rinda ekan. Shunaqa men ham eshitib hayron bo'lganman, xursand bo'lganman. Xitoyga gordost bo'ladi-ku. Da. G'ururlandim. Va o'sha kishiga qarasam, mana shu kishi biznesmen. Mana shu kishini nima boshqaradi, nima qilish kerakki, shunaqa darajaga chiqish uchun. Oddiy narsa ambitsiya. Bu kishi endi ismlarini aytmayman. Oddiy narsa aytdilar. Hamma joyda shunaqa gap borki, persидский ковер. Я хочу это сделать узбекский ковер. Butun dunyoda o'zbekskiy kovер taniqli bo'lishi uchun. Lekin mana shu planetamizda 3-o'rinda turadi o'sha zavod. Da. Молодцы. Endi mana shu biznes klub bo'lmasa, lekin men u kishini tanimasdim aka. Birinchi biznes klubga a'zo bo'ling. Men tavsiya qilaman. Jahongir aka, oyni 15 kuni yorug', 15 kuni qorong'u. Masalan, shunaqa bo'lib qolsa, B&B yopilib ketsa. Qanaqa biznes qilgan bo'lardingiz? Endi ko'p o'ylaganman, agarda общий bilan shug'ullanmaganimda, B&B bo'lmaganda nima ish bilan shug'ullangan bo'lardim deb. Menimcha IT bo'lsa kerak. Chunki ITgacha qiziqaman o'zi. Meni mishleniyam ham shu tarafga, qanaqadir ham IT produktlar qilishga harakat qilgan bo'lardim, menimcha. Endi konstruktiv sizni miyangiz ishlaydi. Mana shu havolani, B&B havolani o'zingiz yaratganmisiz yoki sizni kontrolingizda bo'lganmi? Ha, meni kontrolimda o'zim programmistlar bilan o'tirib
unisini qarab, bunisini qarab qilganmiz. U paytda как раз pandemiya payti edi. Pandemiyada qilganmiz bu narsani. Endi hamma uchun pandemiya bu yomon payt. Men o'zimni aytaman, ruhiy tomondan men juda ham Qiynalganmisiz? qiynalganman. Ruhiy tomondan qiynalganman. Lekin hozirgi kundan o'sha yerga qarasam, eng yaxshi variant men uchun o'sha payt, o'sha pandemiya edi. Chunki ko'p narsani o'rgandim o'shanda. Jahongir aka, endi bizani obunachilarimiz uchun yana bitta savol. Masalan, yoshlar hozir juda ham takoy предпринимательский ishlaydi, miyasi yaxshi ishlaydiganlar bor, yosh bolalar bor. O'shalar sizni oldingizga kelsa, aytsa, Jahongir aka, meni ustozim bo'ling. Menga bu hayotni o'rgating. Nima degan bo'lardingiz? Olarmidingiz shogirdlikka va shogirdlikka olsangiz qanaqa kriteriy, qanaqa shartlar bilan olardingiz? Endi to'g'risini aytsam, unaqa vaqtim ham ko'p emas o'zi. O'shaning uchun shogirdlik ko'p yozib turishadi, mana shunaqa shogirdlikka oling. Men unaqa narsaga vaqtim to'g'risini aytishga ko'plar aytadi, "Ay, kelsin, gapir, yordam beraman, ko'rsataman." Harakat qilaman. Uchrashib, gaplashib, o'rgatishga. No, shogirdlikka olishga vaqtim yo'q. Chunki juda ham ko'p safarlarda bo'laman. O'zim ham sizni zo'rg'a topdim. Ha, shunaqa. Kimgadir ham shogird tushish kerak emas o'zi, na samom деле. Opit yig'ish kerak. Qaysidir ham soha yoqyaptimi? Bor, ishlab ko'r. Boshidan noldan ishlab ko'r. Qanday ham boshlovni ketidan yurganingizda hech nima o'ziga o'rganmaysiz. Protsesslar tegidan ko'rinadi-ku. Agarda u pishbitga qiziqsa, ofitsiant bo'lib ko'rish kerak. Barman yoki barista bo'lib ko'rish kerak. Povar bo'lib ko'rish kerak. Sal o'sib boshqaruvni o'rganib ko'rish kerak. Undan keyin aytsa bo'ladi. Предприниматель bo'lmoqchiman. Maslahat bering, men bunaqa qilmoqchiman, nima deysiz desa, unda kelsa bo'ladi. Просто agar men sizga shogird tushmoqchiman, necha pul berasiz desa, qo'ysang-chi ukam deysiz. Endi menda bitta prinsip bor. Mana bugungi kunda agarda men bironta biznes ochmoqchi bo'lsam, mana shu biznesda eng zo'r ketayotgan joyga borib, o'shalarni bir analiz qilardim va o'shani slabый joylarini topib, aynan shuni o'zimni kuchli joyimni qilib ochardim biznesni. Да, обычный SWOT analiz-da. Oddiy narsa, lekin shuni ham bilish kerak-da. To'g'ri. Jahongir aka, barcha mijozlaringizga qanaqa kofeni tavsiya qilgan bo'lardingiz va mana shu birinchi marta kelgan odamga nima tavsiya qilgan bo'lardingiz mana shu BNBga birinchi marta kelgan odamga? Endi nima ichishiga bog'liq. Agarda kofe ichib yurgan odam bo'lsa, bilmayman, men amerikani ichaman. Agarda kofe ichmaydigan g'alati savol-da. To'g'risini aytsam. Nimani tavsiya qilgan bo'ladi, nima yoqishiga bog'liq. Odamlarga har xil narsa yoqadi-ku. Men misol uchun amerikani ichaman. Tutli kofe ichmayman, chunki mendan laktoza neperеносимость deydi, shunaqa narsa bor. Kimlargadir sutli kofe yoqadi. Cappuccino misol uchun. Kimlargadir sutli kofe yoqadi, lekin penkasi ko'p bo'lishi kerak emas. Kofesini mazasi ko'proq chiqishi kerak. Flat white ichadi. Shuning uchun bu qanaqadir korronni shu hech kimda bo'lmagan narsangiz bormi? Bor, bunaqa narsalarni ko'p qilib turamiz. Bu bittasini ayting bo'ldi. Amerikani ichili. Amerikan. Mana men amerikani ichaman. Hatta o'zim cappuccino ichaman, lekin amerikani ichib o'tiribman. Tavsiya qilaman. Do'stlarim, bugungi podkastimiz tugadi. Jahongir aka, sizga kattakon rahmat. Va обязательно bizga yozib qo'ying, kimni keyingi safar chaqirishimizni обязательно yozinglar. Xullas, komanda operatorlarimga kattakon rahmat. Jahongir aka, sizga alohida rahmat. Bez kamera bergan feedbacklari butunlay dunyoga qarashimni o'zgardi va yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, menga yozinglar, men reels qilib
shaxsan Jahongir akani oldilariga boraman. Sizga rahmat ko'p. Rahmat kattakon.